tursa bizga shu kifoya. Axir o'zi shunday degandan keyin biz nima ham derdik? Kuyov tomonidan yuborilgan narsa tabarruk bo'ladi. Aka, endi bu yog'ini o'zlaringiz kelishtirib gaplashasizlar-da. Ish qilib, kuyovginamni qiynamasdan, kamchiqim qilib gaplashasizlar-da. Xo'p. Bu kuyov bo'ladi, kaptarlari ko'p deb eshitaman, nechta? Bo'lmasa endi bir chakkadan boshlayveramizda, qarindosh. Shunday bo'lsin, ha? Shunday bo'lsin. Yo'lga chiqadigan odamman. Shoshtiribman. Ha yo'q, aylanay. Poyezd ertaga keta qolsin. Men osh damlay, non yopay, birgalashib, chaqchaqlashib o'tirasizlar-da. Osh bo'lsa yermiz. To'y o'tsin, qarindosh bo'laylik. Keyin qancha ziyofat bo'lsa qochmas. Rahmat, ora bo'lmang. Sizni bahonangizda biz ham osh yeb olardik. Ha aka? Jim o'tir nodon. Osh yemagan joyingmi? Kishi shoshib turibdilar. Endi aytib buyurmaysizda, qarindosh. Xo'sh, xizmat sharifingizda bu hozir qalin olish yo'qib ketgan, olmaymiz. Ammo to'y kuni bo'ladigan xarajatlarini bir uchini ko'tarib yormasalaringiz shu kuyov bilan singlimizga sal qiyinroq bo'lib qoladi-da. Bu kishini ahvollari sal chataqroq. 2 oydan bir bultinda yuribdilar. Gapira olmaydilar. Tillari sal nozo'roq. Men o'g'il to'y qilganimda pochcham kayfusidan zakkuskani o'rniga tillari tishlab olganlar. 3 dan 2 santimetr uzilib tushgan. Sen aralashma. Kayfda emas.